Barselona harom o'ynab La Ligani yutdi deydiganlarga ozgina kallani ishlatamiz edi, lagishni o'ylaymiz. Nimaga? Men to'g'ri Real Madrid muxlisiman, Realga balet qilaman, Real o'yinlarini ko'raman. Har bitta qo'ygan o'yinimni o'zimni postimga qo'yaman. Har bitta bo'lgan golni o'zimni postimga qo'yaman. Xohlasanglar kirib ko'ringlar kanalimga. Undan oldin aytaman, tabriklayman, Barselona haqqoniy yutdi La Ligani. Haqqoniy. Men o'yladim, La Ligani hal qiladigan kun bu El Clasico kuni deb o'yladim, lekin unaqa bo'lmadi. Unaqa bo'lmadi. Real oxirgi o'yinini ko'rdinglar. Zashti parchalanib ketgan. Bilmayman nima bo'pti. Endi karyerasi deydimi, hanuz so'kadimi, nima qiladi? Real bu yil ham 2 yil bo'ldimi chempion bo'lamayotganiga, bu yil ham La Ligadan ketdi. Champions Ligasidan ham La Ligadan hech qanaqa yutuq yutmadi. 2 yildan biri. Endi Barselona keladigan bo'lsak, Barselona Champions Ligasida zo'r o'ynadi, faqat Atletico Madridga chidolmadi. Nimaga? Barselona chunki Rafinha yo'q edi. Rafinha hal qilardi. Absolyutni hal qiladi. Undan Rafinha edi. Barselona muxlislarini tabriklayman. La Ligani oldinglar, Champions Ligasini ololmadinglar. Keyingi yil Champions Ligasida Real Madrid bilan Barselona kurashadi degan umiddaman.